Assalomu alaykum vallah. Bugungi darsimizda biz to'q toshqan 48, putlar 108, to'qi qancha, toshqan qancha degan matematik masalani Scratch bilan qanday yechishni o'rganamiz. Biz ilgirki darslarda Scratch bilan qanday karton yasash, qanday o'yin yasash deganlarni o'rgandik. Bugun asosliqi Scratchda matematik ifodalarni qanday tuzishni o'rganamiz. Hamma boshlab ketaylik. Bugungi darsda biz qo'nchoq suratni ishlatmaymiz. Shunga buni yuvsak bo'ldi. Program sizlarga ko'zlayotgan cho'ng aytay, mana bassanglar kengaytkili bo'ldi. Biz oldi bilan bir necha o'zgargich qurib olaylik. To'q toshqan 48, to'q toshqanninki 5i 48 deb tushunsak bo'ldi buni. Shunga bosh deb birini qurib oldim. Ondan put deb putlari 108 di. Buni qurib olaman. Buni qurganlarimdan qimmatli yerga bekitib qo'yganchiray. Bosh 48, putlar 108. To'q toshqan 48, putlar 108 deganda mana shunaqa ifodalasak bo'ldi. Anadan keyin to'qi deb yana bir o'zgarguvchi, toshqan deb yana bir o'zgarguvchi quraylik. To'qi toshqan. Endi bu to'qi toshqanning sonlari biz to'qining sonini bir to'qi bo'lgan ahvoldan boshlaylik. Avval to'qi bir bo'lgan ahvoldan boshlab turib, to'qining sonini ta 47 bo'lguncha 48 bo'lib ketsa bo'lmaydi. Nima ish qilsanglar? To'q toshqan 48 bo'lgandan keyin buning ichida hech bo'lmaganda bir toshqan bo'lishi kerak. Qolgan 47 to'qi bo'lsa bo'ladi. Shunga to'qining soni ama birdan boshlandi 47 ga qadar ish bas bo'ladi. Shunga mana bu to'qi 1 bo'lgan chog'da toshqanning soni 47 bo'ladi. Endi 47 deganda qanday chiqaramiz desanglar 47 mana bu umumiy bosh sonidan umumiy boshdan ya'ni umumiy hayvon sonidan to'qini elemezsek toshqanning soni teng bo'ldi. Demak toshqanning soni boshdan to'qni keyingi tanda buni chiqarib qo'ydik. Endi biz bu yerda kontrolning ichidan bu takrorliq 47 qitim eng ko'p bo'lgan chog'da takrorlash kerak. Bu 47 degan toshqanning soni o'zi hozir. To'qi 1 toshqanni 47 dan boshlaydigan bo'ldik. Endi bu yerga toshqanning soni necha bo'lsa shuncha qitim takrorlangan qilaylik. Takrorlangan bilan bir vaqtda mana to'qining sonini birdan oshirib mangsin bu. To'qining sonini birdan oshirib mangsin. To'qining sonini birdan oshirib menish bilan birga biz bu yerda qurib olgan ma'ni qaytib ko'chiraylik biz. Buni o'ng chekib mana shu duplicating ko'paytirishdan gap bir bossanglar mana 2 bo'ldi. Shunga bu toshqanning soni boshdan to'qni keyingi taniganni 2 olib turdik. Endi bu yerda yana biz to'qining sonini birdan orttirib turish bilan birga toshqanning sonini munosib o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. Toshqanning soni boshdan to'qni keyingi tang. Endi yana bir ifoda tuzish to'g'ri keladi. To'qi bilan toshqanninki putlarning soni 108 bo'lgan chog'da buni biz qimmat o'zgarishni to'xtatib programmadan chekinsak bo'ldi. Shu vaqtgacha takrorlansa bo'ldi bu. Bundan so'ng ifodani qanday tuzamiz desanglar, to'qining soniga put sonini ko'paytiramiz, yana 2 ni. Toshqanning soniga toshqanning 4 puti bor, 4 ni ko'paytiramiz. Andan keyin bu ikkisini qo'shamiz. Buni qo'shgandan keyingi narsa
bo'ldi. Shoma 4 eskirdi bizga. Buni hozir to'g'ri ko'paytirdik 2 to'shqon ko'paytirdik 4. Başka chiqmay qolibdi. Endi to'g'rining putlarining soni ma bo'ldi? Toshqonning putlarining soni ma bo'ldi? Bu ikkisini qo'shdik. Qo'shgandan keyingi narsa shu bizning putning qiymati 108 dedik-ku, shu putga teng bo'lish kerak. Teng put bo'lgan vaqtda programmani to'xtatsak bo'ldi. Ya'ni if deganning ichiga tuzgan ifodamizni ekirib etamiz. Shu vaqtning o'zida to'xtatsa bo'ldi deganni ekeldik. Buni ekirdik. Ekirib bo'lgandan keyin endi bayroqni bassa bu programmamizni ijro qiladigan qilaydi. Bayroqni bassa ijro qiladigan bo'ldi. Endi bu ya'ni aytgandan keyin biz boshlab boqaylik. Boshladik. Demak, bosh 48 put 108 to'q 42 toshqon 6 deb chiqdi. Buni hisoblab ko'rsak, to'g'ri 42 2 puti bo'lgan ekan 84 bo'ldi. 6 toshqonning 4 puti bor 24 bo'ldi. Bu 24 ga 84 ni qo'shsak, deptal 108 chiqdi. Demak, bu hisob to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Agar bunda to'q toshqondan keyin soni o'zgarib so'raydigan bir avval bo'ladi. Masalan, to'q toshqon 65 putlari 226 deydigan bir shaklim bor ekan buni. Bundaq o'zgarishlik kelib qolsa-mu, biz to'q toshqon 65 degandan o'zgartimiz. Putlari 226 degandan o'zgartimiz. Bosh bilan putni kirgizib qo'ygandan keyin biz bu programmamizni qayta ijro qilsak, bu 226 bo'lgandiki avvaldimi bizga chiqarib beradi 17 to'g'ri 48 toshqon bor deb. Sizlar mana hisoblab baxsanglar, put soni 226 chiqadi. Demak, biz tuzib olgan bu programma bilan to'q toshqonningki bosh soni, put sonini bersa, biz to'g'rining qancha, toshqonning qancha ekanligini hisoblab chiqara olamiz. Demak, bugun biz o'rgangan narslarimizda birisi bu data degan ichida o'zgarguvchi qurishni, o'zgarguvchiga qanday qimmat berishni, andan keyin bu davriylikning ichida o'zgarguvchining qimmatlarini qanday o'zgartib, shartlarni tuzish orqali andan bu matematikalik masalaning javobini chiqarishni o'rgandik. Keyingi darsimizda texnik qiziqarli mazmunlar bilan sizlar bilan yuz ko'rishimiz inshaalloh. Darsimizni oxirigacha anglab berganingizga rahmat. Görüşürüz. Aman bo'linglar.